Mana Nurobod tuman hokimligi 2018-yildan beri qilgan mehnatlarimni hammasini yer bilan bitta qilib tashadi. Yer bilan bitta qilib haydab qo'yibdi, chiroyli qilib. Meni chaqirib, Dilmurod, Qorayev Dilmurod, 14 gektar yer bersang agar shu yerlarni olmayman deganda men rozi bo'lmagandim. Endi hozir daraxtlar qolmadi, hech narsa qolmadi, hamma joy tekis qilib tashlashdi. Mana shu basseyn 400 tonnalik basseyn. Bormi shu yerda basseynchilar 400 tonnalik basseynga qancha pul ketadi? 400 tonnalik basseyn 2018-yil 450 million so'm pul ketgan. 400 tonna yasatganman. Bugun hokimlik, Nurobod tuman hokimligi kelib basseynni bu yerdan olib ket deyapti. Yerda egasi ham basseynni buzib tashlayman deyapti. Hozir bu basseynni biron joyga ko'tarib boshqa joyga o'rnatib bo'ladimi Nurobod tuman hokimligi? Men pul rasxod qilib mana shu narsalarni qilganman. Bironta basseynchi bormi bepul qilib beradigan? Pulga qilingan bularni hammasi. Mana kapelni shlanglar mana shu yerda hammasini u yoqdan bu yoqqa tortib tashlashgan. Yangi shlanglar mana. Shlang yangi hali. O'tgan yil o'rnatgandim. Nurobod tuman hokimligi zo'ravonlik bilan tortib oldi meni yerimni. Tortib olib, mana shu pulga sotib olgan mana shu narsalarimni ana shu yerda yotibdi xor bo'lib. Buni 1 metri nech pul hozir? Kapelni ishlang. Biladiganlar bormi? Aynan u yerda daraxtlarimni chiqarib tashlaganda shularni o'tim bo'lib turibdi endi. Barglari, mevalarini qo'yib ketdi.